alaykum hammaga. Bugungi darsimizda Proteus dasturi bilan tanishamiz va ushbu dastur yordamida oddiy elektr zanjir sxemalarini yig'ib, simulyatsiya jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda o'zi Proteus dasturi qanday dastur? Proteus dasturi elektr sxemalarni yig'ish va ushbu sxemani ishlashini simulyatsion jarayonlar yordamida tekshirib ko'rishga mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Biz Proteus dasturini ochganimizda mana bu ko'rinishdagi oyna hosil bo'ladi. Ushbu oynada mana bu ko'k hoshiya bilan o'ralgan soha ushbu Proteus dasturining ishchi sohasi, ya'ni ishchi maydoni hisoblanadi. Ushbu ishchi maydonga biz elektr sxemalarni yig'amiz. Keling, oddiy elektr zanjir, ya'ni o'zgaruvchan tok zanjiri yordamida lampani yoqish sxemasini yig'ib ko'ramiz. Demak, bu yerda hamma menyular bilan birma-bir tanishib o'tirmaymiz. Ish jarayonida birma-bir ko'rib chiqaveramiz. Demak, o'zgaruvchan tok zanjiri yordamida lampani yoqish uchun bizga nimalar kerak? Bizga birinchi navbatda o'zgaruvchan tok manbai, kalit, rezistor va lampa kerak bo'ladi. Demak, biz bu komponentlarni qayerdan chaqirib olamiz? Biz bu yerda komponent mod bo'limida, mana bu komponent mod bo'limida chaqirib olamiz. Menda oldin chaqirilganlar bor ekan, bularni o'chirib tashlaymiz. Qaytadan chaqiramiz. Xo'p. Demak, chaqirishda qanday chaqiriladi? Bunda mana bu P harfini bossak, bizda mana bu ko'rinishdagi ishchi maydon hosil bo'ladi, oyna. Demak, bu yerda har bitta komponent, misol uchun kondensator, turli xil markalar bilan joylashtirilgan bo'ladi. Misol uchun kondensator ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu yerda kondensatorlar turlari keltiriladi. Elektrolitli kondensator va hokazo kondensatorlar turlari keltiriladi. Yupqa qatlamli kondensatorlar. Agar biz kondensator emas, misol uchun rezistorda tanlaydigan bo'lsak, rezistorda ham mana bu yerda chip rezistorlari, oddiy rezistor, varistorlar kelib chiqadi. Demak, ixtiyoriy bittasini bossak, misol uchun varistor kerak bo'lsa, mana bu yerda rasmi ko'rinadi, ya'ni qaysi markasi, qaysi firma, qancha kuchlanishda ishlaydi, hamma parametrlar yozilgan bo'ladi. Bundan tashqari mana past qismida firmalari ham yozilgan bo'ladi. Demak, biz shu orqali komponentlarni chaqirib olishimiz mumkin yoki bundan tashqari mana bu yerda keywords bo'limida ushbu komponent nomini, inglizcha nomini yozgan holatda chaqirishimiz mumkin. Aytaylik, boyagi zanjir bo'yicha birinchi bizga o'zgaruvchan tok manbai kerak. Buni inglizchada yoziladi. Misol uchun Vsin deb yozadigan bo'lsak, o'zgaruvchan tok manbai kelib chiqadi. Rasmi mana bu yerda hosil bo'ladi. Rasmini ko'rgandan keyin mana bu OK tugmasini bosamiz. Demak, mana bu yerga oynada chaqirildi bu. Endi yana nimani chaqirishimiz kerak edi? Kalit. Kalitni ingliz tilida misol uchun switch deb qidirsak, mana bu kalit hosil bo'ladi. Buni ham oynaga qo'shamiz. Keyin bizga rezistor kerak. Rezistor yozganimizda mana bu rezistor ham hosil bo'ldi va lampa. Lampani lamp deb qidiradigan bo'lsak, bu ham chiqadi. OK tugmani bossak, demak qo'shiladi. Demak, bizda elektrokomponentlarni mana bu kutubxonaga qo'shib oldik. Endi mana bu ishchi maydonga ushbu komponentlarni joylashtirib chiqishimiz kerak. Birinchi Vsindan boshlaymiz. O'sha Vsinni chap tugmani ustiga bosadigan bo'lsak, ustiga belgilanadi va ishchi maydonga qaysi sohaga, ya'ni qaysi koordinataga joylashtirmoqchimiz, o'sha joyga ustiga bosamiz. Joylashdi. Endi buni yaqinlashtirish uchun sichqonchani o'rtadagi kursorni aylantirish orqali yaqinlashtirishimiz mumkin. Mana. Xo'p, endi mana bu yerda orientatsiyasini to'g'irlashimiz mumkin. Xo'p, orientatsiyasini to'g'irladik. Endi biz bu yerga switchni qo'yamiz. Xo'p. Endi rezistor. Keyin esa lampani joylashtiramiz.
elektron komponentlarni joylashtirib bo'ldik. Endi bularni ulashimiz kerak. Ulashda biz nimadan foydalanamiz? Ulashda mana bu yerda line mode qismidan bossak ham bo'ladi, lekin shunchaki chap tugma bilan bir marta bosgan holatda bir-biriga tutashtirib chiqsak ham bo'ladi. Hop. Demak, ulab bo'ldik. Endi ushbu elektron komponentlarni parametrlarini to'g'rilab chiqishimiz kerak. Ya'ni ustiga chap tugmani 2 marta bosadigan bo'lsak, mana bu yerda misol uchun komponentlar, ya'ni aniq qiymatlarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun amplitudasi o'zgaruvchan tok manbayini 15 volt qo'yaylik. Chastotasiga 50 Hz qo'yamiz. Hop, OK tugmasini bosamiz. Endi qarshilikni ham ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, 100 ohm qo'yaylik. Demak, buni to'g'rilash shart emas, kaltni ham to'g'rilash shart emas. Endi parametrlarni ham to'g'rilab bo'ldik. Endi buni simulyatsiya qilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni ishlash ishlamasligini tekshirib ko'rishimiz kerak. Bunda biz mana bu yerda run, ya'ni simulyatsiya qilish uchun mo'ljallangan tugmaga bosadigan bo'lsak, simulyatsiya jarayoni boshlanadi. Mana boshlandi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi kaltimiz ulanmagani uchun lampochkamiz yongani yo'q. Endi kalt ulaydigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, lampochkamiz yonyapti. Bu oddiy o'zgaruvchan tok zanjirida lampani yoqish sxemasi edi. Haqiqatan ham ishladi. Endi bu simulyatsiyani to'xtatish uchun esa mana bu yerda to'xtatish uchun maxsus stop qismi bor. O'shani bossak to'xtaydi. Endi bunga qo'shimcha komponentlar qo'shmoqchimiz. Nima qo'shmoqchimiz? Misol uchun mana bu lampochkada qancha kuchlanish borligini, ya'ni qancha kuchlanish o'tayotganini ko'rishimiz kerak. Unda nima qilamiz? Unda biz mana bu yerda virtual instrument mode bo'limidan mana bu yerda o'lchash qurilmalarini qo'shishimiz mumkin. Misol uchun o'zgaruvchan tok manbai bo'lgani uchun, misol uchun AC voltmetrni mana bu yerga joylashtiramiz. Hop, va buni ham ulaymiz. Endi yana qo'shimchasiga yana nima ulashimiz mumkin? Oscillograf ulaymiz. Misol uchun o'zgaruvchan tokligini tekshirish uchun. Demak, bilamiz, o'zgaruvchan tok zanjirida sinusoidal ko'rinishdagi signal hosil bo'ladi. Demak, biz hozir oscillografni A kanaliga uladik. Endi buni simulyatsiya qilib ko'ramiz. Demak, 205 kuchlanish, 205 volt kuchlanish bor ekan mana bu elektr lampada. Hop, oscillograf buni ko'rsatishimiz uchun biz mana bu yerda yuqorida debug degan bo'limi bor. Ushbu debug degan bo'limida eng past qismida digital oscilloscope qismi bor. O'sha qismiga bosadigan bo'lsak, bizga mana bu simulyatsiya hosil bo'ladi. Ya'ni oscillografning oynasi ochiladi. Demak, buni nastroykalarni to'g'rilashimiz mumkin. Hop. Demak, ko'rishimiz mumkin, haqiqatan ham o'zgaruvchan tokni signali sinusoidal ko'rinishga ega ekanligini.